Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 8-iyul Ximkinskiy городской suddamiz. Maqsad Jon degan ukamizni ishlari bo'yicha sudda qatnashdik. Ukamizda Amina ishlamay qolganligi uchun Amina ishlamay qolgan kuni ushlashgan, udvarena qilib olishgan edi. Bugun shu udvarenalarni bekor qildik. Sud постановление noqonuniy deb topib bekor qilib новый рассмотрениyaga yubordi. Ya'ni yuridik tilda новый рассмотрение deyiladi, qonun tilida belashuv bilan yopiladi. Xo'p, постановление udvareniya 2026-yil 7-iyulda 7-mayda qilingan edi. Aynan o'sha 9-may праздник oldi kunlari hammani Aminasi ishlamay qolgan edi. Aynan o'sha vaqtga to'g'ri kelgan. Ukamizning udvareniyasi demak o'shanda ushlab udvarena qilib olishgan. Bugun 8-demak iyul, oradan 2 oy o'tib sud majlisi bo'ldi va sudda yutib chiqdik.